Jannat makon Quvasoyimizda shunaqa joy borligini bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Bu yerda havosi juda ham toza ekan. Tabiatini aytmasam ham bo'ladi. Siz bu manzaraga bitta like bosing va men sizga So'lim tog'lar bag'ridagi va Quvasoyning eng baland nuqtasi joylashgan dachadan video lavhani ko'rsataman. Bu dachamiz Quvasoyning eng baland nuqtasi joylashgan bo'lib, barcha zamonaviy talablarga mos keladi va bu yerda ko'radigan manzarangizni boshqa hech qayerda uchratmaysiz. Bu yerda undan ortiq noodatiy dizaynga ega so'rlar va fontan va ikkita basseyni ham bor ekan. Bu yerga kelishingizning birinchi sababi manzarasida bo'lsa, ikkinchi sababi toza va pokizalikda. Bu yerga bemalol oilaviy, do'stlar bilan, kollektiv bilan kelib miriqib xorda olsangiz, miyangizdagi stresslar sizni bir umrga tark etadi. Ovqat va shashlik qilish uchun esa barcha shart-sharoitlari mavjud. Biz ham abzor bahona do'stlar bilan miriqib xorda chiqardik. Egalari mehmon do'stligini-ku gapirmasa ham bo'ladi. Bu joyni bilganlar kommentariyaga yozib ketamiz, bilmaganlar uchun esa lokatsiyasini Telegram kanalimizga joylab qo'ydik. Bu dachaga Quvasoy savdo Instagram kanalidan kelganlar uchun alohida chegirmalar ham mavjud. Telegram kanalimiz silkasi esa profilimiz shapkasida turibdi. Bu videoga bitta like bosib, kim bilan shu joyga kelmoqchi bo'lsangiz, o'ziga yuborib qo'ying shu videoni.